narsani narxi navorotli mashina olasiz, bitta mashina ko'rsatib qo'ygan mashina, navorotli mashina olasiz, aka barakasini bersin. Haydashga olasiz, to'g'rimi? Jizzaxdan qat'iy tanlandingiz. Yaqinroq keling. Jizzax o'zidan. Rahmat Islom akam jahonlar ichdi, bizani ko'rib turar ekanlar, odam sotam kuzatib turasiz. Endi men kechki bozor aka soatlarimiz 6 bo'lyapti. Siz 12500 bo'lasiz, men 12800 dan haydashga olib kelgansiz. Alloh barakasini bersin. Aka, baribir sotilish, bozorga chiqdimi, sotiladi, deb baribir. Siz olishga haydayapsiz. Tayyor mashina olasiz. Rozi-zochilik bo'lsin, aka. Bizlarning musofirlik ukalarimiz bor, mana ko'rib turishibdi. Siz bilan aka joy, tabiiy baraka qilamiz, aka. Hech pul qilib beramiz. O'zingiz qo'shing o'shanga, lekin narsa aytgan bo'ldi. Men aytdim, aka, 12500 dedim. Siz qo'shing, qani nech pul qo'shib olasiz, aka? Men siz sharoitingiz cho'nchingiz bilmayman. Men 13000 dedim, 13 dan keyin 12800 dedim. 150 qo'shdim. Hech pul yo'q. 150 qo'shdim. 150 bo'lsa 650 ga. 700 ga baraka, aka. 650. Yo, 700 ga bo'lsa baraka. 700 ga baraka. Zo'r bo'ldi. Bizani ko'rding, aka, 700 ga 700 ga baraka, kechki bozor, aka. Yo, 700 ga. Qattiqlik qilmang. 700 ga baraka. Zo'r bo'ldi, shuncha siylab berdi. Baraka, aka. 700 ga. Oling. 700 ga ketdi Jizzaxga, aka. Baraka.